Xo'p, biz mana shu ketma-ketlikda yig'imizni topish formulasi 1 plus 1 dan n-ga sonlar yig'indisi 1 plus n taqsim q ko'paytirilgan n formulasi orqali topiladi. Biz buni isbotlashga harakat qilamiz. Buni birinchi isboti arifmetik progressiya yo'lida isbotlasak ham bo'ladi. Ya'ni arifmetik progressiya formulasini isbotlagandik. O'sha formaga qo'ysak ham kelib chiqadi. Ya'ni birinchi qadar 1, ikkinchi qadarni topishim 1 qo'shib ketadi. O'sha progressiya qo'ysak ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa biz hozir boshqacha yo'llasha ko'ramiz. Isboti quyidagicha. Ya'ni boshqacha usulda. Misol uchun n plus 1 ning kvadrati nimaga teng? N kvadrat plus 2n plus 1 ga teng. Men n kvadratni bu tarafga o'tkazadigan bo'lsam, n plus 1 ning kvadrati minus n kvadrat teng 2n plus 1. Mana shu tengligimiz hosil bo'ladi. Endi n o'rniga 1 qo'ysam ham hosil bo'ladi. N o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsam, n teng 1 da 2 ning kvadrati minus 1 ning kvadrati teng 2 kara 1 plus 1. Endi o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsam, 3 ning kvadrati minus 2 ning kvadrati teng 2 kara 2 plus 1. Endi o'rniga 3 qo'yaman. 3 qo'yganimda 4 ning kvadrati minus 3 ning kvadrati teng 2 kara 3 plus 1. Va hokazo. Endi o'rniga endi o'zini qo'yaman. Ya'ni n o'z bo'ladigan bo'lsa, n plus 1 ning kvadrati minus n kvadrat teng 2n plus 1 shaklida yoziladi. Mana shu tengligimiz hosil bo'ldi. Mana shu tengligimiz endi hammasini qo'shib yoradigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? Hop, qarab turgan bo'lsak, 2 ning kvadrati minus 2 ning kvadrati bir xil ishoralar qisqarib ketadi. Yo'li 3 ning kvadrati qisqarib ketadi. Bu bo'lsa mana shunday zaiflar qisqarib ketadi. Hop, bizda qoladi n plus 1 ning kvadratidan minus 1 ning kvadrati, ya'ni n plus 1 ning kvadrati minus 1 ning kvadrati teng. Mana bunga qaraydigan bo'lsak, hop, biz hozir 1 plus 2 plus hokazo plus n formulasini isbotlamoqchi ko'ryapmiz. Bu mana shu yig'imni s ga teng deb oladigan bo'lsam, mana shu ifoda s ga teng. Mana shu ifodani o'rniga s qo'yib beraman. Hop, mana 2 kara 1, 2 kara 2, 2 kara 3 va hokazo 2 kara n. O'sha har bir ko'paytmadan 2 ni tashqariga chiqaradigan bo'lsam, ichkarida nima bo'lib ketadi? 1 plus 2 plus hokazo plus n bo'lib ketadi. Plus hop, 1 1 1 5 ta 1 bor, n ta 1 bor. Chunki 1 2 hokazo qadar soni n. Plus n deb yozib qo'ysam ham bo'ladi. Ya'ni 1 ko'paytirilgan n 1 deb yozmaymiz. Hop, qavs ochadigan bo'lsak n kvadrat plus 2n plus 1 bo'ladi. Mana minus bilan qisqarib ketib o'zi qolib ketadi. Teng 2 ko'paytirilgan. Mana bu ifodani o'rniga s qo'yaman. S plus n. Mana shu ifodadan s topadigan bo'lsam, formula hisoblanadi. Ya'ni 2s barobar n kvadrat plus n bo'ladi. Ya'ni n deb o'tkazib 2n dan n n qoladi. Endi mana shuni s topib qo'ysam bo'ldi. S teng n tashqariga chiqaraman. N plus 1 taqsim 2. Ya'ni shuni formula hisoblanadi.